Xabaringiz bor, yurtimizda turli fanlar bo'yicha o'quvchilarning bilimlarini sinovdan o'tkazish uchun tuman, viloyat va respublika bosqichlarini o'z ichiga olgan mavsumiy fan olimpiadalari doimiy tashkil etiladi. Navoiy viloyatida ana shunday asosiy fan olimpiadasining respublika saralash bosqichi o'tkazilib, 2 kun davom etgan bilimlar sinovida asosiy o'rinlarga munosib ko'rilgan g'oliblar taqdirlandi. Jizzaxlik Burxon Qo'chqorov Navoiy viloyati mezbonga aylangan 11-sinflar o'rtasida 5 ta asosiy fanlardan o'tkazilayotgan respublika olimpiadasining ishtirokchilaridan biri. U olimpiadada geografiya yo'nalishi bo'yicha bellashdi. Jizzax viloyati Jizzax davlat pedagogik universitetining akademik litseyida o'qiyman. Undan oldin Jizzax shaharda 2-o'rinni qo'lga kiritdim 95,3 ball bilan. Bu safar ham aniq 3 taga kirdim deb o'ylayman. Bugun savollar o'ylaganimdan ko'ra sal boshqacharoq tushdi. Tayyorlanganim boshqacha hisoblanadi. Menimcha ballarim yaxshi chiqsa kerak. Mazkur olimpiada iqtidorli hamda fanlarni chuqur o'zlashtirishga qiziqadigan yoshlarni aniqlash, shuningdek, ularni qo'llab-quvvatlash uchun chinakam dasturdir. Olimpiada doirasida ishtirokchilar ona tili qozoq, tojik, qoraqalpoq tili hamda geografiya fanlaridan bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Asosiy olimpiadaning respublika bosqichi hozirgi kunda 6 ta hududda o'tyapti. Shu qator Navoiy viloyatida 4 ta filologiya yo'nalishi bo'yicha hamda geografiya fan yo'nalishi bo'yicha o'quvchilar o'z bilimlari bilan bellashdilar. Navoiy viloyatida 133 ta ishtirokchi respublika bosqichiga ishtirok etishdi. Har bir fan yo'nalishi bo'yicha 3 nafardan g'olib, ya'ni Navoiy viloyatida 5 ta fandan 15 nafar g'oliblar aniqlanadi. 2 kun davomida o'z bilim va iqtidorlarini namoyon etgan yoshlar orasidan g'olib va sovrindorlar aniqlandi. Faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan o'quvchilarga diplom, pul mukofotlari, qimmatbaho sovg'alar tantanali topshirildi. Eslatib o'tamiz, olimpiada natijalariga ko'ra, fanidan g'oliblikni qo'lga kiritgan o'quvchilar oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarida maksimal ball beriladigan imtiyozga ega bo'ladilar. Shuningdek, g'olib o'quvchilar va ularning ustozlari belgilangan tartibda pul mukofotlari bilan ham taqdirlanadi. Shiringul Asoyeva, Sevdor Sattorov, Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.